Shu bitta videorolik bilan sizga qanaqa qilib filtr kartrijlarni almashtirishni o'rgatib qo'yaman. Ishimizni hozir bir nechta bosqichli bo'lib chiqamiz. Birinchi bosqich filtr qurirish suvini yopamiz. Ikkinchi bo'lib kartrijlarni yechib chiqamiz. Uchinchisida kartrijlarni ketma-ketligi bilan qotirib chiqamiz. To'rtinchisi filtrni qaytadan yoqib tekshirib chiqamiz. Filtrga suvni kirib chiqish joylarini yopib chiqamiz. Birinchisi qurirish suvini yopamiz. Ikkinchisi bachokka ham yopib qo'yamiz. Uchinchi bo'lib tokdan o'chiramiz. To'rtinchisi kranni yoqib bosimni tushirib yuboramiz. O'zimizga filtrni tortib, qulay qilib qo'yib olamiz. Pastki kartrijlarni chapga burab ochib chiqamiz. Shu ketma-ketlik bo'yicha PP GAC100 kartrijlarini qo'yib, rezinkalari turadigan joydaligiga qarab o'ngga burab qotirib chiqamiz. Tepa qismini yechayotganda fittingni bosib turib, slankasini tortib yechiladi. Qotirayotganda esdan chiqmasligi uchun rangli belgilarni qo'yib, keyin kolbani yechib olamiz. Shu holatda chapga burab ochib olib, ichida kartrijini atverka bilan shunaqa qilib yechib olamiz. Ichini yaxshilab latlarni tiqib yuvib, shu holatda membranani qo'yib, o'ngga burab qotirib olamiz. Oxirida shlankalarni belgilari bo'yicha tiqib chiqish esdan chiqmasin.
Oxirida T33 va minerallarni shu belgisiga qarab qo'yib chiqamiz. Birinchi kartrijda fittinglarni shunaqa qilib qotirib chiqamiz. Ikkinchisida shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Broshka kesilib, o'ngga qarab qotiriladi, chapga qarab yechiladi. Rezvasiga pakley o'rab qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar paklez bo'lmasa, o'zini rezinkasi bor. Oxirida belgilarga qarab tekshirib qo'ying. Keyin shu shlangamizni ochib, idishga ko'mirli suvimizni chiqarib yuboramiz. Qurirish suvini yoqib, tokka tiqamiz. Ko'mirli suv chiqib bo'lgandan keyin shundoq bo'kib qaytib tiqib qo'yamiz. Keyin tepadagi kranni yoqamiz. Suv 30 daqiqa shu holatda yoqib o'tirib, filtr o'zini o'zi tozalashini kutamiz. Ungacha filtrdan suv oqmayotganligiga qarab, chiqib filtrni joylab qo'yamiz. 30 daqiqadan keyin bachokka yoqib, suvini oqizib, tepadagi kranni yoqib qo'yamiz. Shu holatda filtr bachokka suv yig'ib o'zi o'chadi. Sizga filtr zamini qilishni noldan o'rgatdim. Siz bo'lsa yurechani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'ying. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, shu Telegramga yoki kommentariyaga yozib qoldiring.